Hammaga salom, sizlar bilan men Artyom. Bugun qanday qilib bu Minecraftda Bedwars o'ynashni, Bedwarsga kirishni. Birinchi navbatda Play Marketga kirasiz va menda yuklangan hozir mana bu Bedwars deb yozasiz, tagini mana shu chiqadi. Mana shuni ustiga bosasiz. Keyin mana bular chiqadi. Mana eng birinchidagiga bosasiz. Undan keyin bular chiqadi. Undan keyin mana bu yerga ham shox bitta menimcha yo'q, mana neftga bitta bosasiz. Undan keyin mana buni bosasiz. Biroz reklama ko'ramiz. Va mana buni bosasiz. Undan keyin mana bu yerda Minecraftingiz chiqadi. Hozir men buni muzlatgichdan chiqarib qo'yay, obunachilar. Endi shuncha narsani boshdan olish kerak. Ha, mayli. Mana bu ko'rmagan bo'lsam ko'rmang. Keyin mana bu yerni bosamiz. Yana reklama. Adamlar sizlar o'yiningizni bo'lsa ko'ring. Ha, Roblox ekan. Ko'rganingizni umiddaman. Endi esa mana bu bosamiz. Va bizni Minecraftga kiritadi. Men har doimgidek o'zimning skinimdaman. Mana bu yerda birinchi qatorda chiqadi. Endi esa skin yaratishni ham ko'ring. Mana buni bosasiz. Keyin esa mana buni bosasiz odamni. Uni oldin mana Dream skin kerakmi? Mana buni bosasiz. Yo'q. Dream skin kerak bo'layotgan bo'lsa, mana Visual Kitchenni bosasiz. Visual Kitchenda Dreamni tanlay, mana bunisini bosasiz. Undan keyin mana bosasiz. Keyin mana Dreamni ustiga bosib, bitta bosib qo'ysangiz tayyor. Keyin siz bu Dreamni bezatishingiz ham mumkin. Alexga o'zgarib qoldimi? Ha, bo'ldi, tayyor. Mayli. Keyin mana buni bosasiz. Undan keyin mana futbolka narsalar ko'rsatilyapti. Masalan, men futbolkani asosiga bosaman. Mana bular o'tdiysi. Mana bular bitta rangga, mana bu pastda mana bunaqa pastga qaratilgan narsasigacha, ya'ni mana bu qulfgacha tanlanadi. Masalan, men qaysini olaman? Alex ekan bu, demak, mana buni tanlaymiz. Mana shuni tanladim hozir. Mana ishlab paydo bo'ldi. Endi mana buni bosishingiz kerak. Getni bosasiz. Undan keyin mana buni bosasiz va bu kiyim Alexga kiyiladi. Mana. Yana shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing.